Joy xodim turgan ekanlar ko'rmay qolib ketib qoldi. So'ramoqchi. Internet tarqiyot hamma mavzu. Qayil bo'lmaydi degan. Shu so'ramoqchiman aka, xabaringlar bormi? Qayilsa bo'ladimi o'zi bo'lsa? Bo'ladi, qayilsa kechapti. U noto'g'ri ma'lumot tarqatishyaptimi? Ha, bu bo'ladi. Mumkin, ya'ni buncha tarafdan kelganda Chorsu bozoriga qayilish mumkin. Mumkin. Rahmat. Yoni sog' bo'lsin, charchamang. O'rtoqlar, biz Chorsu chorrahasida turibmiz. Instagramda juda ham keng mavzuda gap tarqadi. Qotil kamerani ikkinchisini sizlarga ko'rsataman. Mana bu ham ishga tushgan. Chorsu chorrahasiga qayrilish mumkin emas, ya'ni buncha tarafdan kelganda. Shuna kamerani ko'rsatgan. Mana shu qotil kamera degan mavzuda gap tarqadi. Ya'ni siz bitta minimalga ishlab to'laysiz, Chorsu bozoriga qayrilsangiz. Shu mavzuni ochiqlash uchun keldik va o'zingizlar ko'rdinglar, xodimdan so'radik. Aka, bu yolg'on ma'lumot. Bemalol Chorsu bozoriga buncha tarafdan kelganda qayrilish mumkin deb aytdilar. O'zingizlar uchun ma'lumot oldinglar, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Eng to'g'ri tanlov Neonline. Aka, Neonline qo'yib oling, bo'ldi. Bunaqa narsalarni boshingizga qotirib yurmaysiz. Bu videoni mana shu yerdan qayrilib